Islom Karimov O'zbekiston tarixida o'chmas iz qoldirgan, millatimiz mustaqilligini ta'minlash yo'lida jonbozlik ko'rsatgan yetakchi inson edi. U 1938-yil 30-yanvarda Samarqand shahrida tug'ilib, umrining asosiy qismini yurt taraqqiyotiga bag'ishladi. Karimov nafaqat siyosatchi, balki xalqini yuragidan sevgan, uni buyuk kelajakka yetaklashni orzu qilgan inson edi. Mustaqillikdan keyingi og'ir yillarda mamlakatni barqaror saqlash, iqtisodiy inqirozning oldini olish, o'zbek xalqining milliy g'ururini tiklash yo'lida fidoyilik ko'rsatdi. Uni tashabbusi bilan yurtimizda mustaqil siyosat yuritildi. Milliy an'ana va qadriyatlar tiklandi. Tarixiy obidalarimiz asrab-avaylandi. Islom Karimovning eng katta merosi mustaqil O'zbekistondir. U millatimizga erkinlik ne'matini tuhfa etdi. Xalqimizni o'z taqdirini o'zi belgilashiga undadi. Uning har bir nutqida vatan taqdiri, yosh avlod kelajagi haqidagi samimiy so'zlari aks etar edi. Bugun O'zbekiston Karimov asos solgan yo'lda davom etmoqda. U xalqimiz yuragida jasoratli rahbar, fidoyi inson va mustaqillik timsoli sifatida abadiy qoladi. Bir xabar tarqaldi. Yarim tun edi. Go'yo g'am seliga botdim, yo'qoldim. Kimdir yo'lboshchidan ayrildik dedi. Menchi aziz do'stdan ayrilib qoldim. Kimning xayoliga kelmishdir axir, birdan qulab tushsa buyuk bir chinor, alam bo'g'zimizda achchiq va taxir. Bu g'amning na cheki, na chegarasi bor. Ketdi nogahonda aytmay biron so'z, hijron oloviga barchani tashlab, o'zbek osmonida so'ndi cho'g' yulduz, kattayu kichikni ko'zini yoshlab. Biz noqis bandalar o'ylamay goho, boshimiz silagan qo'lni tishladik. 100 yillab teskari aylandi dunyo, o'z emas o'zgalar uchun ishladik. Xurshid Rasul.